Tağam nem kesel olup kaptı. Davalayamam dikensin ha? Tağam rak. Kızlar, senin baldır toy kılışın işte hoşçum bitti. Cesur nomuşuyu kaydıp getiriş. Şunu hoşçum ma? Kaysar'ın dükkanını özlem acıma deyip duruluşu. Şunu hoşçum ma? Ben imandan döndüm. Ben imancı döndüm. Ben neymiş koyulan gittim kendime. Perizat. Gönlün yerim kıldı. Şıklı tamam ben içim ağrıp gitmedim. Perizat. Ben sana okşaş. Kançılığın günlerini yıkılıp ötküzgünümü özlemini bilmem. Dadam özü içe cesurluğuyla böyle dur dep oylaydı. Lekin biz dadamla ko'ngilni yerim qilmaslik uchun qasddan kulib yashayapmiz. Her bitim dadamga qarag'animda azoblanib ketaman. Lekin chandurmaslikqa tirishiman Parizat. Navbat dadam bizning bilginimizni bilib qolsa, biz nima bekrak azoblanib ketish mumkin. Ko'nglim yerim bo'lib ketadi. Balkim bardoshlik bermasligim mumkin. Dadamning azoblanmasligi uchun biz qasddan o'yin qo'ydik. Parizat. Dadamga to'yimni ko'rsatgan bu. Baxtliligini ko'rgan bu Parizat. Agar burunroq to'y qilmasam, balki biz nima bek azoblanib ketibdi. Shuning uchun kulib yashayapmiz. Mening qipiralaydiganim faqat shunchalik ekan. Shuni o'zim qilay dedim Parizat. Shunga yordam qilgan. Dadamni doktorxonaga yotqizib davolatmasak bo'lmaydi. Bizga yordam qilgan. Ma'qul bu. Nemish qilman baldur demaysa. Balduroq degan bo'lsang koshki. Sening azoblanishingdan ansirdim. Qabul qilamasmiki deb o'yladim. Men opam qanday dema? Men ham ansiraydiganim shu. Hammamga pek ig'ir keldigan bu. Qanday qilamiz? Men nima qilishimni rostini bilmadim. Apam bilsin bu kita. Apam herkes qabul qilmaydi. Xizmat. Tağam apamga akı bo'lib qolmaydi. Hem de
hem do'sti, hem sirdoshi. Apam tug'ilibla tag'amga yurinib keldi. Apam bu gapni anglasa qandoq bo'lib ketishini men tasavvur qila olmayman. Parizat, buningda xotirjam bo'lgan. Ammamga yaxshiroq bir fursatdan birini tepib, men yaxshi tushuntirman. Bo'ldi. Ney ko'ratdim? Albatta, ishga boraman-da. Ha, kelinglar. Mana nashta qo'yinglar. Voy. Dadam bir o'rnidan turmadimi? Voy, allaqachon turib chiqib ketdi. Nega chiqib ketdi? Do'konga? Do'konga emas, yurtga mangdi. Voy, yurtqa dedingmi? Voy, yurtni seg'ingan o'xshaydi, ko'rib kelay deydi. Ha, bo'pti. Kelay. Yurtqa berib, piyoni ichilib qolar. Rahmat amma. Baba. Nimaga? Qaysarga so'qmoq yasashni o'rgatib, ta'min taqshashni bildirib qo'yibdi mangdi. Sağam demeyi yaptı da. Yo'q, men demabdi. Yaxshimsiz? So'qmoq lozimmi? So'qmoq oldu. Siz kim bo'lsiz? Alimkamni shagirdim ha? Shunday. Bu bal Alimkamning kichik o'g'li Atikas pirvar siqibdi. Yaxshi qilibdi. Tayyor. Yana kelasizlar, ha? Nima bo'ldi, Qaysar aka? Yurib ketdim. Hey. O'yin qo'ydiq, so'qmoq olib qo'yib. Nimandoq kepishi haq bu? So'din ashinchilik o'ng'ay ishlab qolganmidingiz? Voy. Siz so'd qilib boqmay turib, bunday bilsiz? Tog'amga yordamlashib bilib olgan. Kechiringlar, men saqlab qo'ydim ha. Tinchlikmi? Yaxshi bo'lam. Bugun yeni uxlab qolibdim. Sizga yordamlashardim. Satoldi ha? Ishtim bo'lmaydi. Sal turib bog'i qarab, mush nashta qilib bo'lganki qachlarni juvasingizlar bo'ldi. Bo'ldi. Dadamchi? Yurtga ketdi. Ha, bo'pti. Ondan sonra ben çıkmadım. Voy. Men bu menga yonma. Voy. To'xta. O'l chiqib keldi. Dada. O'rnishib oldingmi? O'rnishib oldim. Kelganing bak yaxshi bo'ldi. Sharoitlar bo'lindi-ku. Yaxshi-ku. Sharoitlar undan-ku. Bola. Uydagilar xabar deb qolmasa. Dadasi u ishlardan xotirjam bo'lib, armonni yaxshilay. Bilamda. Ma'qul. Avisdan chiqib boshqalarni o'rlashtirib qo'yib kerak. Sen armon deb tug'in, ha? Sen chiqaver. Ma'qul. Qaysar? Voy yenge. Rana qani? Hammam Rana bilan bilber ko'kta taklang degandi. Rano radio stansiyaga ketdi. Uyay nima ketdi? Shu uning asarlari ularga yarab qopti-ku. Shu hayratda bir qatam radio stansiya programmasiga asar yozib berdi-ku. Voy. Rana'ning tek munda talantim bor-da. Albatta, u cho'p bak aqlli, kitobdan chiqib o'qigan, shunday bilimli-ku. Shundami? Albatta. Bo'pti, o'zim chiqib kiray. Ma'qul. Xo'sh. Qizim, o'zingiz yaxshi turdingizmi?
Şu iliqi og'inam bilan deyishib qo'ygan tuyuqsiz yo'lga chiqib ketib qoldik. Birdamdila kelyapti aeroplan. Tuqqanlar hammasi yaxshi ekan. Ma'qul. Ma'qul, men yana telefon qilaman qizim, ha? Ma'qul. Xo'sh. Bu 5 kun sen Opel'es ününü görüp ağlamadın. Önümü ko'rilib qolsa, Eğer ününü görülüp kalsa keserlik ücreti devamlı tarqab ketmeydi o degan gap. shunda bo'g'ay bolam. Tirishimiz. Yeto'da? Bundan çıkmasın oldum da hemen alnımı şu ışkınmayın. Kulağım üzülüp giden vardı. Tamak etadigan kül kız, samsak aklaydigan kül kız. Amduğanda kökten set olan kül kız olup kaldım dese. Müşfit gitti vəsi. Universal kül kız olup kalgan şeyim ben. Ay Rana. Oy. Hadi. Biyatırsız go. Xan köktat ağıl çıqqan. Jiqil olub dikenme kötürəməy turub qaldım. Mening ishim bo'lmagan ko'ktatni men oldim. Men ketirib beray. Sizcu, muşuyunun kelin olğan mısınız? İşkimiz yengi olub, tən qamlattıq bu işlarni. Oy. Nim deydigansiz ada, adamni xijil qilib. Qara qızcıl olub, qızırıb ketkinlik. Boldi, çaq-çaq qoydum xan. Siz Rahman ayli ammam tutub getdi saqlab. Voy, yenge. Endi geldiniz mi? Ha, kütürüb bulamay uzaqdıraq geldim. Rəvan bu ketdi o. Yo'l uchira qoldi adam. Yolda uçurab qalmdı. Meni köməz qisəm manğandı, mən çaqırıbəkəb uçuruşu aldım. Ada nadında qildim. Bunda emasdi o. Nima bilsəm işindi, çaq-çaq. Biz kirket qamsa. Men ko'tarib beraymi? Bo'ldi, ukam, rahmat. Ama ko'rishaylik. Mana. Voy, Berna. Akil hoş Rahmat. Can. Soğukta capa çekmeniz Berna. Qayerda? Ben sınıp çıxıb el yerdən şey. Maqulsqam. Chiqinglar bilib gapsizlar qo'y. Yo'l uchirib qoldik. Turdingmi? Qaloq setib ketdi. Hey Rana. Anglsam iliqqa yozganlaringizni radioda anglitgan qo'y. Yey. Qaysar aka birdan amisiga deb bo'psizda. Voy sizlar ketgandan keyin baqu Qaysar degan maqtab bizga bir keldi, ukam. Pek yaxshi o'xshajumu. Rahmat. Bu degan yaxshi bo'lsa, o'ylik hammalar bilgini yaxshi-da, shundaq-ku. Shu. Nima bo'ldi? Aka, men ko'taray. Borgan, chiqsan tek. Amma, men tagira. Nima bo'ldi? Qizlar, Voy siz nimdab men demayın lider huquqimizni bekitib deysiz. Bundaq desaz Aminadan xapob qolmamdi deyman. voy u xonim nimaga xafa qoldi? Men bundan keyin nima ish bo'lishdan qat'iy nazar men sizga xabar qilaman deb va'da qilgan. Bundaq desaz Bo'ldi. Men at ko'rishganda to'g'ri tushuntirib qo'yaman. Dadam doktorxonada yotqandi. Chunki kayfiyatim toza yaxshi emas. U ishlardan xotirjam bo'lsangiz bo'ldi. Yanada jasur bo'lgan keyin siz pek ansirab ketmasangiz bo'ldi.
Ömer, Oh, ben geldim. ha keldingmi balam? Kirib kiyimingni almashtirib chiq. Tomoqmi tayyor bo'ldi? Ma'qul. Cesur doktor davolashib qamoqqa qo'ydi. Doktorxonamiz chiqqan hayot tekshirish natijasi bilan biroq tekshirish natijasini selishtirib chiqdi. Qanaqa masala bor ekan? Balkim dadamni kesilib biz o'ylagandek og'ir bo'lmasligi mumkin. Biroq tekshirish natijasida xato diagnoz qo'yilib qolgandek turdi. Shundaqmi? Amsi bu yaxshi xabarga uydagilar dedingizmi? Yo'q. Men bunday xabar %100 jazm qilmay turib uydagilar deyman. Amsi qanday qilaysiz? Avval dadamni to'yini tugatib, dadamni bejonga berib o'qishimni endi qaytadan tekshirib boqam kerak. Yaxshi o'ylabsiz. Ada? Sizlar faransiyalarsiz. Tamam. Sen nima deb kelding? Dadam qandaroq? Davolashni boshladik. Xotirjam bo'l. Bir hafta ichida uni ko'rindi. Dadam saqiyam. Dadam Bo'li. Bakansirab ketma. Dadam saqib ketadi deb o'yladim. Rasma. Tirishamiz. Nimdaq odamni xush qilgansa. Ayaz. Sen nim telefonni o'qib qo'ymay kelding. Odam ko'rib qolsa qanday qilmaysiz? Son telefon qilsam, olmasam shu ansirab kelishim. Voy. Telefonni ishxonada unutib qolibdim. Endi bundoq tuyuqsiz kelmaydi. Shu dadamni yolg'iz tashlab qo'yishga faqatli ko'nglim unimadi. Bu yerda men tursam nimadan siraysa? Sen xotirjam qaytib ketib olmanglar. Ma'qul. Bir shu telefon qila. Ma'qul. Chapadat. Yo'q. Diqqat qilmag'ada. Ada? Ha. Turibsan qo'y. Yaram bo'layotamsa? Ha, yo'q. Soat qancha bo'ldi? Sayr soat 4 bo'libdi. Kunda shu vaqtda turib odatlanib qolibdimi? Qaysar uyg'onganmidi, uxlayotganmidi? Kunda o'zim uyg'otib qo'yatdim uni-chi. Sen bu ishdan ensirma dada. Qaysar cho'qim qila oladi. Hozircha ish qilamizmi? Keyin cho'qim stop ketadi. Yani birdam yetib olgan. Ma'qul.
Adam yok mu? Xapanmaysa saqlab turinglar. Men hozir bolalarni chiqartay. Ma'qul. Voy, aka? Parvar. Men shu xaridorlar do'konning teshida saqlab turibdi. Do'kon texi ichilmabdi. Voy, so'qmoq oldiganlar mushnaq sahar kep bo'ptimi? Qaysar qani? Voy, Qaysar shu do'konda to'g'o? Chaqan o'g'itib qo'yg'ina. Ma'qul aka, ma'qul. Mana hozirla o'g'itib yetamanjimi? Qaysar, uxlayveramsan. Tura o'rningdan. Canım mama, yana birden uxlaychi. Qoppa. So'qmoq oldiganlarchi do'konning oldiga kep bo'pti. So'qmoq? Ha? Opla. Bu dadangmi telefon qildi? Voy, qana bu. Voy, amma men bir narsani to'g'rilab qo'ysam, men sayrimga oshmamdi. Voyjon, o'ningda yomonligicha bo'lashdi. Oldira. Voy, chiqqina. Voy. Jasur. Mani el yutibdi-g'ina. Nimishqa? Qaysar degan go'y do'konni hozirgacha ochmabdi qara. Xaridorlar eshikdiki. Men dekkida bir berib kelay. Bo'la. Sen hozir basang qandoq bo'ldi dada? Sen yurtga ketgan to'sam, uyaga basang, o'ydiklaring nima deb tushundirsa? Asta. Do'konni Qaysarga topshirmasam bo'pti-ku. Dada, sen bu yerga davolang'il kelgan. Sen hammani unutib butun zehningni davolanish qarasang bo'ladi. Men akoni xaridorlar tezib ketamdiki deb ansirab qoldim bolam. Meni qanday bo'lishdan qat'ingizlar sen do'konni Qaysarga topshirgan. Xaridorlar tuzib ketamdi yo saqlab qolamdi, bu hammasi Qaysarning ishi. Sen hozir u ishlarni o'ylamay, oldinroq davolanib saqlayishni o'ylagin. Sen menga uning aqida yurib, uning patqoqlarini, uning chatiqini o'ngshab bo'lolmaysan. U shunday bir kun to'g'ri qilib, yana bir kun xato qilib, hamon o'zining yo'lini topadi dada. Qaysarim cho'ng bo'ldi. To'g'ri deysa bolam. Men davomli uni kendi yurib bo'lolmayman. Bo'pti. O'zing qo'yib o'tayla. So'qmoq olayotgandim. Baba, Qaysarka? Xaridor keldi. Qara. Voy, eshitma. So'qmoq olayotgandim. Qaysini olay? Ya, Fuqaroy. Nima bu? Sodiqqa. Menimi to'naydi ekansan, ha? Men do'konning ko'ni xaridoriga qarab.